Ajoyib. Agar siz savdoni endigina boshlayotgan bo'lsangiz va forex bozorida qayerdan boshlashni bilmoqchi bo'lsangiz, men ushbu videoni aynan siz bu sohada tajribaga ega bo'lishni istagan yangi boshlanuvchilar uchun yozib oldim. Forex bu bir valyuta boshqasiga almashtiriladigan xalqaro valyuta bozori. Bu bozorda yevrodan dollarga, funtdan dollarga, yenadan dollarga kabi valyuta juftliklari sotiladi. Ya'ni bu juda ko'p miqdordagi valyuta juftliklari. Siz istalgan birini tanlashingiz va savdo qilishingiz mumkin. Sodda qilib aytganda, trader narx o'zgarishidan pul ishlaydi. Masalan, agar siz yevro dollarga nisbatan ko'tariladi deb hisoblasangiz, bu yerda savdo ochasiz va pul ishlaysiz. Gap shundaki, yuqoriga yoki pastga ketishini taxmin qilishda emas, balki bozorda siz ochgan yo'nalishda harakat qilish ehtimoli qanchalik yuqori ekanini tushunishda. Forexda daromad savdoga kirish va chiqish narxlari orasidagi farqdan hosil bo'ladi. Prinsip juda oddiy. Agar savdoni to'g'ri yo'nalishda ochsangiz, foyda olasiz. Agar narx sizning pozitsiyangizga qarshi harakat qilsa, zarar ko'rasiz. Va ko'pchilik yangi boshlovchilar ham xuddi shunday xatoga yo'l qo'yishadi. Ular asoslarni tushunmasdan to'g'ridan-to'g'ri savdoga kirishga harakat qilishadi. Va endi biz siz bilan ketma-ket 5 ta bosqichni tahlil qilamiz. Birinchi qadam bozorning asoslarini tushunishdir. Terminalni o'rnatishni yoki broker qidirishni boshlashdan oldin, valyuta juftligi nima ekanligini, grafik qanday ko'rinishini, sotib olish va sotish nima ekanligini, narx qanday ko'tarilishi yoki tushishini va yapon shamchalari nima ekanligini tushunishingiz kerak. Juda chuqurroqqa kirish shart emas, lekin hech bo'lmaganda yuzaki darajada bularning barchasini tushunishingiz kerak. Shunday qilib, ikkinchi qadam to'g'ri brokerni tanlash. Ya'ni broker bu kompaniya, forex va siz o'rtasida vositachi tur. Faqat broker yordamida siz savdolarni ochishingiz mumkin. Forexni o'rganishni boshlaganimda juda ko'p sonli brokerlar orasidan qanday qilib to'g'ri brokerni tanlashni tushunmagan edim. Lekin men ushbu video ostida 3 ta havola qoldiraman. Siz istalgan brokerni tanlashingiz mumkin. Men shuningdek ushbu brokerlar haqida ko'plab videolarni yozib oldim. Qanday ro'yxatdan o'tish, tekshirish, savdo hisobini qanday ochish. Keling, tomosha qiling, o'rganing va savdo qiling. Keyingi 3-chi qadamimiz bor, savdo terminalini o'rnatish. Brokerni tanlaganingizdan so'ng, siz savdolarni ochishingiz mumkin bo'lgan terminalni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha men barchaga MetaTrader 5 dan foydalanishni tavsiya qilaman. Bu savdo nuqtai nazaridan juda qulay, shuning uchun men boshqa variantlarni muhokama qilishni yoki ko'rib chiqishni ham istamayman. Ba'zi brokerlarning tizim ichida o'z terminallari mavjud. Siz kompyuteringizda o'rnatilgan terminallar yordamida savdo qilishingiz mumkin. Ularning ba'zilari juda qulay. Yangi boshlovchi uchun nafaqat terminalni o'rnatish, balki uning funksionalligini, stop lossni qanday o'rnatishni, take profitni qanday o'rnatishni, qaysi valyuta juftligini tanlashni va buyurtmani qanday ochishni ham tushunish muhimdir. Va umuman olganda juda ko'p nuanslar mavjud. Men alohida video ham yozib oldim. Davom eting va bu masalani batafsilroq ko'rib chiqing. Shunday qilib, 4-chi qadam demo hisobidan boshlashdir. Savdoda endigina o'z yo'lini boshlayotgan odam uchun eng muhim bosqichlardan biri bu demo hisobdir. Demo hisob bu haqiqiy bozorda, lekin virtual pullar bilan mashq qilish uchun mo'ljallangan hisobdir. Bu sizga turli strategiyalarni sinab ko'rish va hech bo'lmaganda biror narsani asta-sekin tushunish imkonini beradi va demo hisobida qanday ishlashini to'liq tushunganingizdan keyingina haqiqiy hisob qaydnomasiga o'ting. 5-chi qadam. Demo hisobidan haqiqiy hisob qaydnomasiga o'tishdan oldin, siz hech bo'lmaganda savdo asoslarini o'rganishingiz, trend nima ekanligini, darajalar, ya'ni narx ko'pincha o'zgarib, reaksiyaga kirishadigan zonalar nima ekanligini, shamchalar nima ekanligini, harakat ichida narx harakati qanday ko'rinishini, bizni katta yo'qotishlardan himoya qiladigan stop loss nima ekanligini va belgilangan darajada foydani ushlab turishingiz mumkin bo'lganda, take profit nima ekanligini tushunishingiz kerak. Umuman olganda, risk managementni tushunish ham aynan o'sha asosiy bilimdirki, u holda umuman hech qanday barqaror daromadga umid qilish mumkin emas. Shuning uchun men senga bularning barchasini o'rganishni qat'iy tavsiya qilaman.